Assalomu alaykum hurmatli mekandoshlar, hurmatli qirg'izistonliklar. Efirda qayradan Bishkek xabar. Sizlarga bugungi bozordan eng oxirgi chiqarilishi bu tarvuzlar bo'yicha ketadi. Bu qisqacha tortamiz. Qon tarvuzlar Toshkent shahrida, to'xtab aytganda Chorsu bozorida qancha bo'ladi, bolalar qanday bo'ladi degan savollar bo'lsa, biz hozir shu tarvuzni da so'rab qo'yamiz. Chamalab aytganda eng ele cho'ngi, jana shunday eng ele kichkinasi qancha degan savollarga hozir turamiz. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Yaxshilarmi? Bu tarvuz aytmasmi? Eng cho'ng qanchadan? 12 ming deyapsiz katta tarvuzlarni. Maydalari 6 ming. No, 12 ming so'm. 12 ming so'm. Bu qaysi yoqdan keladi bu? Qashqadaryodan. Qashqadaryo? Qashqadaryodan keladimi? Negizi sizlarga qaysi yoqdan keladi tarvuzlar? Tarvuzlar negizi dag'i qaysi yoqdan keladi? Qashqadaryo, Surxondaryo. Aha. Shu tomonlardan keladi. Hozir asosan Qashqadaryodan kelyapti. Mana qancha buni? 12 ming, 11 ming. 12 ming, 11 ming. 10 ming, 12 ming, 11 ming so'm. Eng kichkina qaysi? Qancha bu? 6 ming. 6 ming so'm. 6 ming so'm ekan. Ko'ringizlar, biz qisqa sizlarga ko'rsataylik. Mana shunday tarvuzlar bor ekan, Qashqadaryodan kelyapti. Mana yerda biroz cho'ngroq bor ekan seniki. Mana ko'r, shunda ko'raylikchi, cho'ngroq qancha ekan? Qancha ekan bu? Bu tarvuz qancha? Mana eng cho'ng hozir ko'rsatgan so'g'a. 11 ming. 11 ming so'm, 10 ming so'mga berasizmi? 10 ming so'mga bera olmay qoldim, 11 ming so'm deb. Anda biz bu yoqdagi mana qovunlarni da so'raylikchi. Qaysi yoqdan kelyapti bular? Jizzaxda. Qanchadan bular? 8 ming. 8 ming so'm. Bari chekada shundaymi? Tanlab olasiz. Tanlab olasiz. 8 ming so'm deb, barini tanlab olasiz deb. Onda. Garantiya bormi, qanday bu? 100% garantiya. So'ygan tekshirib berasizmi? Bu Toshkent bozorida. Bundan keyingi dag'ali bir bu yerda ejilar tarvuz sotib turib. Eja shu tarvuzingiz qancha? Qaysi? Yo'q, cho'ng. 17 ming. 17 ming so'm deb. 17 ming so'm. Eng cho'ngini ko'ringizlar. Biz ko'rsatgan qovunlardan bu biroz cho'ngroqlar ekan, bu yerda cho'ngroqlar bor ekan. O'shunlarni so'rab ko'ramiz. Sizlarga hozir qaysini ko'rsataylik? Birinchi bir eng kichkinasini ko'rsataylik. Buni ko'rsataylik hozir. Qancha ekan? Ekan. Qancha dedingiz? Arzon. Bu bahsini aytib kelmedi. Hamma biz keyingi o'taylik. Ikkita olsangiz, ikkinchisi skidka bor. Skidka bor? Naqam bahsi kerak-da. Bahsi qancha bo'ladi? Narxi qancha bo'ladi? Narxi 5 ming. 5 ming so'm. Eng kattasi qancha? Eng kattasi 5 ming 700. 5 ming, 7 ming so'm net eng cho'ng. Emi biz sizlarga o'rta bog'dagi qovunlarni ko'rsatdik. Biz eng cho'ng qovunlarni bu yerdagi eng cho'ng qovunlarni ko'rsatamiz. Bolalar qancha oldi degan savollar bo'lsa hozir ko'ramiz. Hozir bu yerda soda bo'lib o'tgan, sodalarga mushat qilmay turamiz. Hozir esini so'raymiz hozir. Assalomu alaykum. Qanday? Bundan cho'ng qancha ekan? Eng kattasi. 20 ming. 20 ming. Bu qaysi yoqdan kelyapti bular? Chinozdan keladi. Qayerdan? Chinoz. Al qaysi yoqdan olasizmi? Toshkent, Tosho'gul. Bu Qozog'istonga, Qirg'izistonga dostavka qilganlar bo'ladimi? Bor, o'tkazganlar bor. Optimga olsa qanchadan berasizlar buni? Optimgami? Ha, 9-8 ming aylanamiz. 9 ming, 8 ming. Bir. Lekin joyidan olasizlar-da. Yo'lkasi qimmatroq bo'ladi. Yo'lkasi qimmatroq bo'ladi. Mana shu qancha buni eng kattasi? Daha birozni ko'rsataylik. Mana shu eng cho'ngini solib ko'raylik. Qancha ekan mana shu? Mana shu 22 ming. 22 ming so'm bo'ladi. 22 ming so'm. Eng kichkinasi qanchasi? Eng kichkinasi 10 ming so'm. 10 ming so'm. Qaysi o'sha? Eng maydasi-da. Eng maydasi. Bilamiz. O'zi video olmaydi. Kecha YouTube'da ko'rayotgandim, shunaqa narsa chiqadi. YouTube'ga tashlaysiz-mi? Ha. Nimada tashlaysiz endi? Endi kelingizlar, biz vaqtni olmasdan sizlarga tarvuzlardan Toshkentdagi to'xtab aytganda Chorsu bozorida eng cho'ng tarvuz bozor
ушул жерде экен. Ушул тарбуз базардын ичинен дагы эң эле чоң деген тарбузду сиздерге азыр таптык дагы. Эми көрсөтөбүз. Баасы канча болот? Канчага берет? Ал сурайбыз. Канча дедиңиз? Bu 15 ming so'm aka bu. 15 ming so'm. 18 kilolik tarz. Kam 18-20 kilo chiqadi. Bo'la turgan qancha berasiz buni? Bunimi? 12 ming beradi. 12 ming so'mga berasiz. Buni beradi. 12 ming so'mga beraman deydi. Mana ko'ringizlar. Yirik tarz. Yiqon. Mana endi biz tarvuzni ko'rsatgan so'ng sizlarga qonni dag'i eng cho'ngini ko'rsatamiz. Qancha endi? Qanchaga berasiz? 20 mingga beraman-da. 20 mingga berasiz. 20 ming so'mga beraman deydi. Yirik qon. Eng bozorda olgan. Eng bozordan oldi ushul deb. Ko'ringizlar. Sizga rahmat aka. Ko'rishguncha sog' salomatda turingizlar. Biz Toshkent bozorini tarvuzlarni dag'i sizlarga qisqacha qilib ko'rsatib qo'ydik. Biz bozordan chiqib, bundan nari buyursa uyga qarab safar olamiz. Avtornokni tortgan so'ng uyga qaytamiz. Ko'rishguncha sog' salomatda turingizlar. Video yoqqan bo'lsa, so'z turda like bosingizlar. Biz sizlar uchun dag'dali bo'lsa ko'rsatuvni ulantamiz.